Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Biz Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga yozuvchi Nuriddin Ismoilovning Yulduzning so'nishi nomli kitobini o'qishni tavsiya etamiz. Buyuk Amir Temur haqida so'z ochilar ekan, hech ikkilanmay afsonaviy degan ta'rifni qo'llash mumkin. Bunga istagancha asos keltirish qiyin emas. Ularning biri Temur obrazini yaratishga bo'lgan urinishlarining ko'pligi. Iqtidorli adib Nuriddin Ismoilovning ushbu romani ana shunday navbatdagi izlanishlar, urinishlar samarasidir. Roman nihoyatda ko'tarinki ruhda yozilgan. Asarda ulug' sarkardaning hayot yo'li mavjud. Tarixiy manbalar asosida tasvirlanishi bilan birga Amir Temur obraziga bag'ishlangan badiiy to'qimalardagi tabiiylik, ya'ni bosh qahramonga xos bahodirlik, qo'rqmaslik, abjirlik, topqirlik fazilatlari qatori uning tabiiy insoniy tuyg'ulari, o'ylari, iztiroblari tasviriga bag'ishlangan sahnalarning joniyligi alohida ajralib turadi. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobni o'qishni xohlasangiz, bizning Ohangaron shahar axborot kutubxona markazimizga tashrif buyuring.